Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan kompyuterni noldan o'rganishni boshlaymiz. Kompyuterni noldan o'rganishda nimalar qilish kerak? Ya'ni nimalardan boshlash kerak? Kompyuterni noldan o'rganishda birinchi bo'lib biz bajaradigan ish bu shaxsiy kompyuter, ya'ni notebooklarni yoqib olishdan boshlaymiz. Ularni ichidagi funksiyalarni birma-bir o'rganib boramiz va men bularni ko'rsatib boraman. Birinchi o'rinda kompyuterlarni yoqib olamiz, o'z tugmasi bo'ladi. So'ng esa рабочий stolga kiradi. Рабочий stolga kirgandan keyin mana bu mening notebookimning рабочий stol ko'rinishi. Uni обновить qilib olishni boshlaymiz. Notebooklarimizni обновить qilish 3 martadan 5 martagacha обновить qilishimiz kerak, chunki to'liq hamma fayllar o'z funksiyalarini tiklab qayta ishga tushib olgunga qadar bu обновить qilish kompyuterimizni fayllarini yaxshilab beradi. So'ng обновить qilib olamiz va sizlar bilan yangi papka ochishni o'rganamiz. Yangi papka ochishda sichqonchaning o'ng tugmasini bosasiz. Inglizcha formatda, ruscha formatda настройкалari bo'ladi notebooklarni. Ruscha formatda bo'lsa soздать bosasiz, soздать papku ярлык, Microsoft Access, точнее рисунок, dokument Microsoft Word. Wordlarga fayl ochadi, format, arxiv qilish, save qilish, arxiv WinRAR qilish. Fayllarni ikki xil formatda qisqartirib jo'natsa bo'ladi, zip va WinRAR holatlarida. Bularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir sizlarga papka ochishni o'rgataman. Sozdать papkuni bosamiz. Новая papka degan yozuv chiqadi. Uni o'chirib tashlab, o'zingiz xohlagan nomni berishingiz mumkin. Mana shu holatda yoki o'zingiz eslab qoladigan hujjatlaringiz, shaxsiy hujjatlar tayyorlayotgan bo'lsangiz, shaxsiy hujjatlarim yoki boshqa nomlarni yozib o'tishingiz mumkin. Keyingi o'rgatadigan bosqichimiz papkalarni Word dasturida ochish, ya'ni papkalar bilan ishlash. Ikkita jarayonimiz. Biz papkalar bilan birdan tushuntirib o'tib ketaman. Papkalar bilan ochish bo'lganda Word dasturiga kiramiz. Agar Word dasturi notebookingiz yoki shaxsiy kompyuteringizni ekranida bo'lmasa, pult tugmasidan qidirishib berishingiz mumkin. Word deb yozsangiz chiqib keladi. Word ilovalarining ham turli xil versiyalari mavjud. Mendagi 2010-yildagi versiyasi. Новый dokumentni bosamiz. Har doim bu yerdagi yozuv formatlari Times New Roman'da bo'lishi kerak va 14-shriftda yoziladi. Bu yerdagi qolgan funksiyalarni ham tushuntirib o'tib ketaman keyingi darslarda. Mana biz bu yerga hozir matn kirgizib olishimiz kerak yoki bironta so'z. Darsa mana buni yozib oldik va fayl bo'limiga o'tamiz. Сохранить как. Birdan fayllarni Word dasturida ochib, ana сохранить qilishni ham ko'rsatib ketyapman. Сохранить как-ni bosamiz. Рабочий stol, Telegram, desktop, dokument, Logos, Word. O'zingiz notebookingizda yoki shaxsiy kompyuteringizda qanaqa papkalar mavjud, siz qayerga hujjatlaringizni saqlaysiz, o'sha bilan esda qolarli qilib, o'zingizga qulay qilib saqlashingiz mumkin. Men buni рабочий stolga сохранить qilaman. Mana bu yerda ham рабочий stol bo'limini tanlayman. Ba'zi vaqtlari o'zi рабочий stol bo'limi tanlanib turadi, ba'zida esa yo'q. O'zingizga qulay qilib сохранить qila olishingiz mumkin. Buni Document Word emas, Document Word 97/2003 formatda saqlashingiz kerak. Bu nima uchun kerak desangiz, siz fayllaringizni boshqa notebooklarda, kompyuterlarda uzatish berib ochganingizdan so'ng siz tayyorlagan hujjatlar o'z holida, o'z formatida saqlanib turadi. Ya'ni yozib taxlangan dokumentlaringiz, yozgan yozuvlaringiz, taxlaganlaringiz buzilib ketmaydi. Сохранить qilamiz.
Endi bundan chiqib ketsak ham bo'ladi. Mana bizning papkamiz tushdi рабочий stolga. Assalomu alaykum deb сохранить qildik. Keyingi obnovить qilish, yangi papka ochish, yangi Word'da ochish va сохранить qilishni tushuntirdim. Bu fayllarni zip formatda qilib jo'natish, zip va WinRAR holatlarida qilish mumkin. Ba'zi bir notebook yoki kompyuterlarda WinRAR ochilmaydi. Shuning uchun doimo zip ommaviy bo'lgani uchun zip qilib olishimiz mumkin. Sichqonchaning o'ng tarafini bosasiz va zip davavitni bosasiz va zip holatida chiqarib beradi. Buni faylni ochayotganda ham ko'rsatib o'tib ketdim. Endi sizlarga kod qo'yish, fon rasmlarini qo'yish bu настройка bo'limidan amalga oshiriladi. Windows настройка parametr, ya'ni kod qo'yish notebook ekranlariga yoki shaxs kompyuterlaringiz ekraniga xavfsizlik tizimini oshirish uchun siz parol o'rnatishingiz mumkin. Fonlar turli xil bo'ladi, ya'ni slideshowlar, Windowslarning o'ziga interesnoy, ya'ni o'zi uchun alohida ishlab chiqilgan rasmlar bo'ladi. O'shalar va o'zingiz alohida rasm joylashishingiz mumkin. Mana bu rasmlar foto bo'limidan tanlab olasiz, zaполнение obzor qilasiz, o'zingiz qo'shib. Bu yerda sveta, ranglar, ya'ni mana ko'rib turganingizdek Windows bo'limi, ya'ni oynasini ochganimizda orqasidagi ranglar ko'k holatda bo'lib turadi agar ishlamay qolsa. Mavzular bular kursor, ya'ni sichqonchalarning ishlamasligiga qarab ovozlar, fonlar, ya'ni mana bu yerda esa изменить temi, ya'ni Windows ekranlar oynalarni mavzusi rasmlarni o'zgartirish, shriftlar, mana bu shriftlar, bular xohlaganingizcha o'zingiz xohlagan shriftlarni qo'yib olishingiz mumkin. Ya'ni tanlagan fayl papkalaringizda mana shu ko'rinishdagi shriftda yoziladigan bo'ladi, yozgan yozuvlaringiz. Ekran blokirovka, meni ekranimda parol borligi uchun hozir bu yerda faqat chiqib ketish bo'lyapti. Shuning uchun sizlarga uni alohida dars qilib alohida video qilib ko'rsatib beraman. Keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzu Google account ochish. Google account ochish qanaqa bo'ladi? Google account ochish. Biz Google account ochamiz, double qilamiz, ID, telefon или почта. Dalil, ya'ni telefoningizda bor Google akkauntlarni notebook kompyuterlaringizga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, void qila olasiz va Google akkauntni nomini yozasiz va dalilni bosasiz. Dalil показать parol, ya'ni o'sha akkauntga qo'ygan parolingizni esda olsangiz, o'sha parolni yozib qo'yib ketishingiz mumkin. Mana bizni akkauntimiz ochildi. Bu akkaunt parolni ezilganimiz uchun ochildi. Endi sizlarga yana bir yo'lini o'rgataman, ya'ni o'zida yangi akkaunt ochish payti. Bu yerga telefon raqam yoki elektron pochta manzil xohlaganingizcha kirgizishingiz mumkin. Telefon raqam kirgizganingiz ma'qul. Siz akkaunt bosasiz. Для личного использования, shaxsiy foydalanish uchun, для ребенка, bolalar uchun, для работы или бизнеса degani, ish yoki biznes uchun degani.
doimo shaxsiy foydalanishda bo'lsangiz va bosqichma-bosqich o'zi amalga oshib boradi. Google akkauntlarni ochishni ko'rsatib o'tib ketdim. Sana va vaqtlarni to'g'irlash. Sana va vaqtlarni to'g'irlash bu nastroyka bo'limidan amalga oshiriladi. Biz yana nastroyka bo'limiga qaytamiz. Yana время и язык. Ya'ni vaqt va til. Yutis, числовой пояс. Yutis 5lik. Ashxobod, Toshkent, ya'ni bizning turar joyimiz 5lik soat mintaqasiga to'g'ri kelganligi uchun 105 dan foydalanamiz. Mana bu yerda kalendarlarni to'g'irlashingiz mumkin. Data va время, язык. Язык, klaviatura, display Windows. Display Windows degani Windows ekrani, ya'ni kompyuterimiz tizimi ruschalashgan. Mana bu ko'rib turganingizdek hozir men sizlarga ruscha aytib tushuntiryapman. Bu notebookimning Windows tizimi rus tilida ekanligini tushuntiradi, ko'rsatib turadi. Mana bu yerda tanlashingiz mumkin, inglizcha, o'zbekcha. Klaviatura tillarini qo'shishingiz mumkin. Davobilniy язык. Xohlagan tilingizni topishingiz mumkin. Menda klaviaturamda inglizcha, ruscha, o'zbekcha bo'lish, ya'ni kirillcha harflar bilan yozish mavjudligi uchun 3 ta tilni tanlab qo'yibman. Ba'zi notebooklarda arabcha yozish, koreyscha yozish, yozuvlar, harflar berilib o'tilgan. Shuning uchun ulardan foydalanishingiz mumkin. Keyingi sana va vaqtlarni to'g'irlash, tillarni to'g'irlash va Wi-Fi ga ulanish. Wi-Fi ga ulanish. Wi-Fi mana atkulichini doimo o'chib bo'lib turadi. Ba'zilarda yonib turadi, menda doimo yonib bo'lib turadi. Wi-Fi bitgan. Подключение degan yozuv chiqadi. O'shani bosasiz подключение. Ya'ni men hozir Wi-Fi ni uzdim. Wi-Fi ni parol bo'ladi. Parol bilan parol terish kerak bo'lsa parol chiqadi. Paroldan keyin daleni bosasiz. Daledan keyin o'zi avtomatik птичка belgilaydigan подключение avtomatik. Ya'ni avtomatik ulanish degani doimo shu Wi-Fi qurilmasi yonib turganda siz yoniga kelganingizda o'zining notebookingiz doim avtomatik ulanib ketadi. Mana shu holatda bo'lib Wi-Fi ga ulanishlarni ko'rsatdim. Endi esa darsimizni ishni shu bilan yakunlaymiz. Endi notebookni o'chirishni o'rgataman. Doimo kompyuter yoki notebook qurilmalaringizni tokdan yoki shunchaki bosib knopkasidan o'chirib qo'ymang. Mana bu Windows выключение, завершение работы, ya'ni ishni yakunlash. Shu bilan birga bizning darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga foydali narsalarni ulashganimdan xursandman.